Har bir aybiga bahona topgan, oylik olgan kuni kafega chopgan, ketma-ket kreditdan penyaga botgan. Bu meni yerim, bu meni yerim. Shishadoshlarga sardorim, paypoqqa pul solgan ayyorim. Paypoq sovg'a qilish kerak emas o'shaning uchun. Hatto dadamdan qarzdorim. Bu meni erim, bu meni erim. Qaysi peshonasi sho'r ayol yozdingina. Telefonlariga parollar osgan, Oksana Lenani Murod deb yozgan. Choyxona ko'rmasa aqldan ozgan. Bu meni yerim, bu meni yerim. Bravo! Shu bugun tortmadan 500 ming olib qo'liga beraman, ketsin quvonib. Dugonamni boqyapti hatto biz qolib. Bu meni yerim, bu meni yerim. Oxirgi kupletini ham, Oxirgisi. Voy bu bo'lmaydi. Yo'q, bo'ladi, juda zo'r bo'ladi, juda zo'r bo'ladi. Yo'qda yaxshi joy bor ekan, o'shani qo'yaman, qarang. Bollarim boshida sarbonim, siz bilan keng yorib ayvonim. 3-4 kun ko'rmasam, voy, hayvonim deb yozilganmi? Ilhom shunaqa kelganda endi. Noto'g'ri ketib qoldi. Yo, ilhom shunaqa kelgan. Mana deb aytaylik, 3-4 kun ko'rmasa sog'inganim. Bu meni yerim. Mana qarang. Qog'ozmanga bering. Hop, bo'ldi. Mana 4 ming o'tirgan onaxon bildi siz eringiz qanaqaligini. Rahmat sizga. Biron dardni aytib chiqsangiz ham menga ag'darishni. Malika Ravshanova qarshigida.